Oyi! Oyi! Ha, Erkinjon, keldingizmi? Ikkina, assalomu alaykum. Oyim qani? Ha, sizni rosa poylashdi. To'ygacha bir hafta qoldi axir. Ikkina, men bu to'yga rozi emasdim. Mendan so'roqsiz ish qilishdi bular. Voy, nimaga unaqa deysiz? Yaxshi qiz bo'lsa, ota-onasi ham yaxshi lavozimda ishlashadi. Kelin juda ham yaxshi qiz. Oilasi ham bizga ma'qul. Menga ma'qul kelmayapti. Voy, nimaga unaqa deysiz? Ikkina, men boshqa qizni yoqtiraman. Bekor qilibsiz, Erkinjon. Bilasiz, Oyjon bilan dadajon uzoqdan kelin qilishmaydi. Buni o'zingiz ham bilasiz-ku. Ikkina, siz u qizni yaxshi taniysiz. U bilan bitta maktabda o'qiganman. Hozir kursdoshim meni. Kim u? Laylo. Laylo? Ha. Tushunarli. Siz nima bo'lganda ham Erkinjon endi uni unutishingizga to'g'ri keladi. Ota-onangiz bir so'zli ekanligini bilasiz. Bu haqda bilishmagani ham ma'qul.